Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ana bugun bizaga mijozlarimiz, ukalarimiz Behruzjon keldilar. Assalomu alaykum. Bu kishiga sayt kerak edilar. Oldin bir yarim yil oldin kelgandilar, sayt kerak deb men hammasini tushuntirdim. Keyin bitta xato qildilar. Boshqa kishiga zakaz qilib, o'sha kishi o'zini aytibdilar, pulni olib, natija yo'q, sayt qilmadi. O'sha uchun men o'shani iltimos qildim, syomka qilaylik. Nima bo'ldi? O'sha har xil web studiyalar bor, kimdir to'liq saytni qilmaydi deb maslahat bergandim. O'zana ikkinchi keladilar, o'sha saytni yana bizaga zakaz qiladilar. Assalomu alaykum. 1,5 yil oldin Shavkat akaga uchrashgandim. Kelgan vaqtimda saytni tushuntirganlar va yoshlik qilibmi yoki pulni ekonom qilamiz debmi bir boshqa odamni saytiga ishonib zakaz qilib qo'yib, oldindan avansni bergandan keyin Qancha bergandingiz? $400. $400 avans berib, mana oradan 1 yil 4 oy o'tdi. Na sayt bor, na u odamning o'zi bor. Mana yana Shavkat akaning o'zlariga keldik. Endi bu safar adashmaymiz. Sizlar ham adashmanglar. Professional va professional. Nasib bo'lsa, bitta zo'r sayt turizm sohasiga taxlaymiz, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Katta rahmat Shavkat aka. Sog' bo'ling. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'ling.